Bu qal'a meni qaytarib bo'ladi. Buning sabablari juda ko'p. Biz bu yerda bolaligimizni o'tkazganmiz. 5 dan 2tasining merosxo'ri sifatida Xinomotoning eng yaxshi guruhi. Hammamiz tinchlikni xohlardik. Bu oddiy eski guruh diplomatiyasi edi. Har doim shunaqa edingiz. Ideyalar juda sodda. Bunchalik qattiq bo'lish shart emas. Endi rejamiz qanday ketyapti Avj orollarida? Uchinchisi yaxshi boshlandi. Kanitatsu ikkinchi bo'lishga muvaffaqiyat bo'ldi va orolga uchinchisini o'rnatdi. Va biz kim bilan urushayotganimizni bilamiz. Yamato Orochi bilan. Aytmoqchisizki, mening guruhim sizga kerak emasmi? Sizni bu yerga boshqa sabab bilan chaqirdim. Obsidian ma'budasi topildi. Agarda biz unga qo'l ursak, biz ponilarni qaytib ovlamaymiz. Va biz yangi tarixni yaratishimiz mumkin. Naotaro. Ammo dushman uni topib olganga o'xshaydi. Qora itlarmi? Ha, Yamato Orochi maydoniga tushganda yoki qora itlar, balki qora itlarning yo'ldoshlari u esagini pastga tushirish harakatida. Katta ehtimol bilan ichkarida. Infiltrator. Unda reja qanday? Roka buni ko'rib chiqadi va ular topishiga biz zarba beramiz. Men bu yerdan ketaman. Naotaro. Bizga ko'proq yordam kerak. Missiya muvaffaqiyatli o'tdi. Barchangizga rahmat. Hammaga tarqatamiz. Ha, ovqatlanish vaqti. Har doim Akiro oladi. Uni o'ldirish uchun barcha shon-sharaf meni g'azablantiryapti. Qo'y, nima qilayotganingni bilyapsanmi? Takisama, keling, biroz aylanamiz. Bo'pti, yur. Ularning muammosi nimada o'zi? Ular urusholmaydi deb o'ylaydi. Biz odamlar brifing o'rtasidamiz. Ustoz Sarxo'ycha, biz ularni qo'yib yubordikmi? Ular shunchaki stressni yo'q qilish kerak. Yaxshi senyor, ko'rdingizmi? Musashini hech qayerda topa olmayapmiz. Balki qochib ketgandir. Va bu kimning aybi? Sizlar uni faqat asabini buzdingiz, shuning uchun. Va u ketib qoldi. Sen kelaman deyapsanmi? Hammamiz bu shu hamkasblarimiz-ku. Va bilmaganmidingiz, hatto Blade energiya sxemalarini. Sen juda ahmoqsan, ha. Men umuman foydasiz edim. Ular meni qo'shishiga ruxsat berishini kuta olmayman. Men buni so'ra olmayman. Bu juda ahmoqlik. Lekin men yolg'iz kurasha olmayman. Sizga qo'shilsam bo'ladimi? Bu ahmoqqa e'tibor bermang. U jangga yordam bera olmaydi. Buni yana aytishim mumkin. Bu ijtimoiy doiralar emas, ahmoq. Ko'rishguncha janob Delusional. Balki ular haqdir. Va men ularning oldiga borib shunday deyman. Biz bu hamkasblari, biz bu ishda birgamiz. Ha, bu tushunishim bo'yicha u jinno bo'lgan. Uning miyasida faqat kamalak va gullar bor. Shunchaki men bir ahmoqlik qilgan edim. O'zingni o'qitib ol, bolagay. Michiro, sen meni tushunding, to'g'rimi? Iltimos, mendan tuyoqlaringni yig'ishtir. Sen ahmoqsan, Masashi. Sen o'zingni aqlli tutasan, ammo sen ahmoqsan. Men butunlay ahmoqman. Men shunchaki bezovta qilaman hamma qolib ketsam. Shuning uchun Kojironi topishim kerak va Tsugi va keyin esa Yugiro. Yugiro? Qochib ketishni rejalashtiryapsizmi? Bilasizmi, qochish tirik jinoyat. Bu sizning ishingiz emas. Bu qanchalik to'g'ri bo'lishi mumkin? Ba'zi sabablarga ko'ra men gapirishga majbur bo'ldim. Bilamanki o'zingizni qanday tutishingiz kerakligini tushunaman. Siz katta gapirdingiz va orqaga qayta olmaysiz, ammo u ko'tarildi va his-hijolatsiz. Men ham xuddi shunday xo'rlandim qo'l ostidagilarim oldida. Shunday bo'lmasin, siz biz haqimizda qayg'urdingiz. Gapim to'g'rimi? Siz Kitetsu Blade haqida bilmasligingiz mumkin. Va bu qanday farq qiladi boshqalarning yo'lida?
va sizga bu yordam beradi haqiqiy salohiyatni uyg'onish uchun. Siz kuchli bo'lishingiz mumkin, negaki siz mening zarbalarimni to'sa oldingiz. Siz yaxshi odam ekansiz, to'rt ko'zli. Mening ismim Amako Katsumi. Sumi, siz meni xursand qilish uchun keldingizmi? Qisqacha qilib aytsam, men katta o'g'ilman. Unga voris kerak, boshqalarni boshqarish uchun. Siz qutqaruvchisiz. Siz men bilan tengdorsiz, lekin u ancha tetik. Nima qilyapsiz hozir? Ammo merosxo'ri buni amalga oshirolmadi. Ya'ni bu komandaning boshlig'i bo'la olmadim. Nega komanda boshlig'i bo'lishingiz kerak? Yomonmi u Katsumi? Bu sizning ishingiz emas. Balki lekin shunday bo'lishi mumkin. Men shunchaki qiziqaman. Avcharoli mening vatanim. Bu Amako. Avcharolarda kam kun kechiramiz. Biz kichik guruhmiz, lekin ponilar orolimizni bosib olgandan keyin biz uyimizni yo'qotdik. Ular nima sizning uyingizni bosib oldimi? Shuning uchun men uyimni qaytarib olishni xohlayman. Bo'lim boshlig'i bo'lmoqchi edim shuning uchun. Garchi ta'sirli bo'lmasa ham, ishonchim komilki, jang qilish uchun hammaning sababi bor. Jang uchun sabab? Musashi, sizda ham shunday, to'g'rimi? Nega? Nima uchun? Ammo men o'qilyapmanmi? Ustozim haqida bilish uchunmi? Men majburan harbiy xizmatga ushlandim. Bu men aytgan narsa emas. Keling, eng kuchli komanda qilamiz. Haqiqatan ham shunday ketishim kerakmi? Yo'qotgandan keyin xo'rlanish, kamsitilish. Men umuman foydasiz bo'ldim. Haqiqatan ham men o'sha la'natli narsaga hissa qo'shyapmanmi? Siz ularni taroziga qo'ying. Siz olasiz deb o'ylamang, surishi bilan qoching. Naoyi jamoasi bilan joylashish Shimazu birligi. Hoy, sizlarda bir odam yo'q-ku. O'sha Musashi bo'ladi, u qochib ketdi. U qochib ketdimi? Ha, uning narsasi yo'q edi, shuning uchun. Musashi Shimazu birligi hammasi mavjud va hisoblanadi. Musashi, xudoga shukr. Men ular bilan yonma-yon ko'rishaman deb o'ylamadim. Shuning uchun men ushlaganim ma'qul. Qanday sharmandalik bo'lsin, qanday uyatli, ammo men cho'loq bo'lmayman. Men ham qaror qildim. Men sizlarning biringizman. Katasumi, rahmat. Uning ismi Katsumi. Meni shahzodamni nimaga Katsumi deyapsan? Uning ismi Katsumi. Yo'q, unday emas. Black energiyasi bloklangandan keyin zarba beriladi. Necha marta aytish kerak? Qo'rqinchli. Bu men kecha gaplashgan bola emas. Unga nima bo'ldi? O'ylaymanki hammangiz o'tga o't qo'yganingiz ekipaj oldi. Katsumi bu yana shahzodamga nima deyapti bu? Uff. Yana 5 kun chidab tura olmaydi. Lord Orochi ne'matlari tugadi. Men obsidianni tezroq olishim kerak. Bu orada ma'budlar bormi? Bu shunga o'xshash Shironing toshlari qo'lga olindi. Nima uchun ma'budamiz bunga o'xshagan idishni tanladi? Bu bola zaif-ku. Men shunchaki tushuna olmayapman. Biz shu yerdamiz. Men sizga xabar berdim, ota. Siz ichki Uesagi ishlariga yordam beryapsiz. Michiro. Xursandman, ota. Yana o'zingizni haqiqiy burchingizni amalga oshiryapsiz. Shunday emasmi? Ha. Obsidian ma'budasini toping va uy egasini o'ldiring. Xo'p. Hostni topdingizmi? Bu ishga qiziqyapsizmi? Uzr so'rayman, hali men buni topa olmadim.
Shunga qaramay, u bilan uchrashganingizdan so'ng uni bilib olasiz. Sizning toshlaringiz bir-biringizga yetib boradi. Men sizdan ajoyib narsalarni kutaman, Michiro. Axir sen mening eng qobiliyatli qizimsan. Yana bir muvaffaqiyatsizlikdan keyin o'zingni joyingga qaytarib yuboraman, Michiro. Men bir chekkaga tashlangan oddiy bir tosh edim. Mening ismim yo'q edi va men arzimas edim. Lekin bir kuni juda qoyil, siz yaxshisiz. Endi sizga nom berishimiz kerak. Xo'sh, Michiro. Sening ichingda 3000 ta qahramon bor va sen 3000-chi qizimsan. Michiro, bu mening ismimga aylandi. Men e'tiborga olinmaydigan bir oddiy tosh edim. Men otamga foyda bo'lishim mumkin. Men juda xursandman. Ammo men vazifamni bajarishim kerak. Yoki bo'lmasam, yana o'sha holimga toshga aylanaman. Men buni xohlamayman. Tezroq uni topishim kerak. Hozircha men harakat qilaman. Bled energiyasini qanday ulashish mumkin? Yana uni qancha kuzatib turmoqchisiz? U qanchalik tez o'lsa, shuncha yaxshi. Agar u Esagi buni kashf qilsa, obsidiandan umidingizni uzing. U Esagi kelguncha buni yo'q qilishimiz kerak. Tushunaman, men tugataman bu sodir bo'lishidan oldin. Men senga tinmasdan aytyapman. Agar bu menga tegsa, qo'rilib ketardim-ku. Siz bled energiyasini birlashtirishingiz kerak, xuddi qilich bilan. Siz kallangizni ishlating. Hozirgacha o'rgangan hamma narsangizni foydalaning. Men o'rgangan hamma narsa Kojiro Pops. Sizning toshishingiz juda yaxshi. Bu bled energiyani tarqatib yubordi. To'g'ri, bu muvaffaqiyatsizlik edi, ammo men bundan qo'rqmadim. Bled energiyasi o'zini oddiy qilich his qiladi. Bu yaxshi ko'rinadi, tashqi ko'rinishga aldanmang. Qilichni uzaytirib, bled energiyani o'ylang. Men tushundim. Qani, yana bir marta urinib ko'raman. Buni boshqa hech kim anglamadimi? Musashining ichidagi kuchni. Biz hali ham birga bo'lishimiz mumkin. Bu ishlamayapti. Men uni tortib ola olmayman. Musashi, sen o'lishing kerak. Men seni o'ldirishim kerak. Men xohlamayman. Ikkinchi uchrashuvimizda men biluvdim sizni joningizni olishim kerakligini. Bu qayerdan kelgan? Seni qutqarganimdan beri siz meni qutqardingizmi? Lekin nega men uchun qonini to'kdi? Men Michiro bilan gaplashmoqchiman. Ismimni esladingizmi? Bu juda g'alati. Garchi men uning uchun qadrsiz bo'lsam ham va men u uchun hech narsa qilmadim va u hali ham mening ismim bilan chaqiradi. Siz kulmang ustimdan. Aqldan ozganingiz uchun xursandman. Siz birinchi odam ekanligingizni bilarmidingiz? Menga tabassum qilish va evaziga hech narsa talab qilmagansiz. Xo'sh, iltimos ayting. Qanday qilib sizni sevib qolishdan qocha olaman? Keling, endi boshqa birov bilan harakat qilaylik. Michiro, menga yordam bera olasizmi? Bled energiyasini boshqarishga. Menmi? Billa, tuyg'uni birlashtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Iltimos. Musashi mening yordamimni xohlaydimi? Men xursandman. Biz ulardamizmi? Ha. Bu qanday bo'lishiga men hayronman. Men sinab ko'rmoqchiman. To'g'ri. Bu oddiy bo'lmaydi.
Qo'lingizni tushiring. Bu odobsizlik. Mana Musashi, buni ushlay olishingizni hisobga oling. Peshinaga yozganini ko'ramiz. Aytdim-ku buni peshinada ko'ramiz deb. Haqiqatdan ham uni uddaladi. Men Musashi bilan bog'langanman. あれ、なんだろうこの感じ。 Bu nima bo'lyapti? Otam bizni topib oldi. お父様に見つかっちゃう。 O'sha uchib yurgan billur narsa nima bu? Bujrov shunday emasmidi? Ha, xuddi unikiga o'xshaydi. Musashiga hech narsa bo'lmadimikan? U nimani nazarda tutgan edi? Toshlarni yetib boradi deb. Bizning toshlar emas, jaranglaydi. 同調してお父様の意志にも。 Ha, qayerdaman men? Otam qayerdaligimizni biladi. Biz tezda qochishimiz kerak. Pichoq energiyasi bilan ushlab turib bo'lmaydi. Hoy, Kurako. Bilaman, Kanetatsu. Kitetsu bilet ham olib bo'lmaydi-yu, qamoqxona tog'i. Bilet energiya qafasi. U tuzoqqa tushdi. Bizning taktika juda ham ajoyib. Sagilarning hech biri bunday ushlab tura olmaydi. Yashil pichoqli va sagilarning birinchisi Usami Kuraki. Bu ikkisi qora kristall ichida qolib ketgan edi. Bu qiz esa qoritlarga josuslik qilyapti. Yo'qligi haqida shubha mavjud. U aslida Saruvata malkasi. Ularni so'roq qilmaymiz. Agar Musashini so'roq qilishsa, Musashining ichidagi mabutni topib oladi. Menda bir fikr bor, hazratim. Uni qo'yib yubor. Siz tinchlashingiz kerak. Biz dushmanning josusini topdik. Uni qo'yib yuborishni xohlayman. Meni kutib turing. Hoy, meni qo'yib yuboring. Men u kishi haqida hech narsa bilmayman. Men tan olishni yomon ko'raman. Musashi josus emas, u bizning do'stimiz. Uni qo'yib yuboring. Ahmoq. Qasam ichaman Musashi, men sizni qutqaraman. Men aybsizman. Iltimos, kut Musashi, men seni qutqaraman. 今助けてあげる。 Men o'zimning toshimning kuchi bilan 私の力で。期待しているぞミチル。お前は私の一番の出来のいい娘だからな。お父さん。 ota. Men kutganimdek toshlar ishlatilyapti, ser. Va siz qoritlarning uyini ko'rdingizmi? Avjning janubiy tomonida. Zuruxa tog'ining cho'qqisi. Xuddi shu turgan toshni tasdiqladim. Saruvata malikasining reaksiya. Oko rejang yana bir marta yaxshilik qildi. Saruvatalik qizni qo'yib yubordingiz va u o'zining uyini topishiga yordam beradi. Ajoyib ustoz. Ertaga biz avjiga to'liq hujum qilamiz. Itning boshini olib kelamiz. Bizning maqsadimiz millatlarni qurshab olish va yaxshilik. Yamato Norochiga qarshi jang bo'lmaydi. Bu maqsad sari birinchi qadamimiz. Ma'lumki, u yerdagi eng kuchli odam Hovuch. Bu eng katta qurol. Bu maxsus mudofaa. Bu har qanday hujumni aks ettiruvchi tasdiq. Yakuniy kalqon. Ammo uning 8 boshli ajitarining shoxlari sinsa u mag'lub bo'lmaydi. Vesagi bilan har bir kishi parchalasa mukofotsiz qolmaydi. Hattoki o'z shohligi ham undan ortiq mukofot bo'lmaydi. Orochini o'ldiring va hududingizni xo'jayini bo'ling. Biz bu sovrinni qo'lga kiritamiz. Aslida shu mavzu birligi. Bilasiz-ku, sizlar qal'ada kutib turasizlar. Bu bilan nima demoqchisiz, usta Naoyi? Sizning bitta sherigingiz shubha ostida.
Jangga kirishingiz mumkin, faqatgina shubhalardan xoli bo'lganda. Musashi, jin ursin, qanday aybimiz bor? Biz bu ketishimizda shoshilib kelisha olmaymiz. Agar biz shu jangga kirmoqchi bo'lsak, Shimazoning hech qanday ayb yo'qligini isbotlashimiz kerak. Qayerga ketyapsiz, usta Akiro? Michiro. 守りみんなの名前覚えた？シゲは同じく。天子克美だ。山中森鹿。さつき川さなえです。横道光。寺本清秀。藪中刑事15歳。同い年？もっと上かと思った。君もね。